Bugun eksklyuzivniy kontent bizani bitta jiddiy tadbirga chaqirishdi. Bu tadbirning cateringini qanaqa o'tishini ichkaridan ko'rsatib beraman. Bugun sizlarni catering dunyosi bilan tanishtiraman. Catering bu to'y, tug'ilgan kun, korporativ, konferensiya yoki boshqa tadbirlarga ovqat tayyorlash, oshxona va ofitsiantlarni olib borish xizmati. Qisqa qilib aytganda, siz o'zingizni tadbiringizni butunlay korxona qo'liga topshirasiz va professionallar uni yuqori darajada o'tkazib berishadi. Luna Catering aynan shu korxonalardan bittasi. Tadbir boshlanishiga hali vaqt bor, lekin oshxonada ish qaynayapti. Oshpazlar menyudagi ovqatlarni tortishga tayyorlashyapti. Muzdek gazaklar tarelkalarga terilyapti. Bugun menyuda qaynatma sho'rva, do'lma, juliyen, ikkinchi ovqatga medalyon, oxirida desert ham bor. Zalda bo'lsa ofitsiantlar stollarni servirovka qilib, kerakli muhit va atmosfera yaratishyapti. Tadbir boshlanishiga ozgina qoldi. Qalay ketyapti? Izdagi qalay ketyapti? Hammasi zo'r, a'lo darajada. Zo'r o'tyapti. Прям все на старте и наготове. Nima muhimroq, ovqatmi yo xizmat ko'rsatishmi? Nima muhim? Servismi yo ovqat sifatimi? Ikkalasi. Ikkalasi. Birinchi o'chirda ovqat sifati. Ovqat yaxshi chiqmasa bu qilgan servis nimaga kerak? Bu bilmayman, bu men uchun bu sport tugamasa kerak. Mehmonlar kelishdi, ovqatlar ketma-ket suzilyapti. Men bo'lsam har doimgidek hammaga xalaqit berib yuribman. Hozircha hammasi rejadagidek ketyapti. Luna Catering jamoasini ishlashiga rostdan ham gap yo'q. Har holda bozorda 5 yildan beri ishlab kelishyapti. Luna Catering aynan korporativ mijozlar uchun ishlaydi. Shu kungacha Uzum, TBC, Yandex, Capital Bank, Kia, BYD, Coca-Cola kabi yirik kompaniyalarni tadbirini o'tkazib kelyapti. Hamma ovqatlar tortilgandan keyin desertga gal keldi. Bugun menyuda brownie, uni muzqaymoq va medavik kroshkasi bilan tortdik. Menimcha juda sodda, lekin yaxshi chiqishadigan podacha bo'ldi. Tadbir yakuniga yetdi. Oxirida jamoani xursandligiga qaraganda tadbir a'lo darajada o'tdi.